Salam dostlar. Nevbaharning dunyasiga xush keldinglar. Rasmga qarab o'ltirib, Belgi Xaqanning mono so'zlari quloq düğümde jarangladi. Ey Türk milleti, aslingga qayt va pushmon qil. Isyankorliging sababidan seni beqivatgan Belgi Xaqanga qudrat topgan davlatingga o'zing uttirib qo'yding. Yomonlik qilding. Barg'aldagi yerlarda qonlar suv bo'lib oqdi. So'ngaklar tog'dek dövlənib ketdi. Boy, töri bo'lishga loyiq erkaklar avlodlaringlarni qul qildinglar. Maliki bo'lishga loyiq qiz cho'kanlaringlarni cho'ri deda qildinglar. Bilmaslikinglar sababidan va o'zinglarning beqo'billigi tufaylidan tog'am qolgan vafot bo'ldi. Bir zamonlar xonish tojini kiygan, xotun martabasiga erishgan Pujun xonimlar yashab o'tgan edi. Keyin shu qiz cho'qonlar hokimiyat olmishish yoki yovlarning ishg'oliyati bilan g'ururi va nazokatini tashlab toju taxtlardan ayrilishga va dushmanga bo'ysunishga majbur bo'lgan edi. Oradan nurg'un yillar o'tib, qanchilag'an tog'lar yemirilib, ko'llar qurib, qanchilag'an boshlar kesilsimi, hayotliq yanala davom qilmoqda edi. Ta'tir quyun jahonga baqmaydi. Bor kuchi bilan olamdagi mahluqotlarni kuyqab og'ziga so'raydi. Soat istirlikisi tez sur'atda davrilanayotdi. Bir zamonlar kengri ketgan mevlik bog'larda etikiga do'stlari bilan yegan kishmish o'rikning ushkisi bilan toshdamak o'ynayotgan g'unchi bo'yliq so'mbul chashli qizlar o'tgan. Bir zamonlar balpurimlik gullik chitko'ynaklarining etaklarini lapildatib, quduq peshidan chig'ir yo'llarni besib, etizliki dadisiga qetiq to'shiyotgan latofat sohibi qizlar o'tgan. Qizlarning muhabbatlik yuragi so'ygini uchun talpinatdi. Visol quchish uchun puchulanatdi. Yigitlarda Shirinning vasliga yetmak uchun o'zini cho'lda ko'gidek zabardastlik bor edi. Birdan uyquda yotgan ajdaho uyg'onishga boshladi va atrofga nazar selib, nazarini bu vodiga og'dirdi. Shundan e'tiboran bu vodida tabiat va yashash muhitida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Aholilar va ot uloqlar suv ichadigan suzuk buloqlar bulg'andi. Zamonlardan beri g'arb-sharq madaniyat almashtirishida rol o'ynab kelgan karvonlarga xizmat qilib kelgan to'ga va otlarning bo'ynidagi ko'ldirmalar qayta jaranglamadi. Uning o'rniga qora is chiqarib ketayotgan to'mir topalliq paravuzlar kecha va kunduz yer tegidagi madanlarni sharq tomon to'shiydi, toki yerning tegi qurib ketgicha. O'rmonlar kesilib, yarni chillab uyg'otgan shu xo'razlarning zuvani tutilgan edi. Ajdaho dunyo madaniyat xazinasining oshquchini bu zaminning egilaridan tortib olish uchun ha deb nari tortatdi. Birdilla g'ubarsiz yashayotgan atlas ko'ynaklik, qo'y ko'zli qizlarga ajdahoning tirnoqlari tagdi va ancha qiynalmayla qizlarni razil changiliga elib oldi. U endi olqinidagi o'ljini qandoq yo'qitib, o'z nafsini qondirish uchun eng mukammal bir planni so'qiyotdi. Qizlarning qo'sh sinoqlaridagi texi jilvisi ketmagan tabassumi, ajdaho tirnoqlari ostida murdining yuzida qaytib qolgan ifodasiz mimiklarga o'xshab qolgan edi. Imoni, nazokati va iffatini qo'g'dab qolish ular uchun hammadan muhim edi. Agar bu ajdahoga qarshilik ko'rsatganida
Qizlarni bu dunyoga opridi qilgan oshu bechora ota-onasining va butun avlodlarining bundan keyingi ahuzori, o't ichidagi qiynalishlari ko'z oldiga keldi. İffet bilan vijdon elishiyotdi. Qizlar to'lg'inatdi. Dunyoga iztirob bilan boqqan, mo'ldirlab turgan ko'zlari bizni xijil qilatdi. Yaproqdek titrigan vujudi isyon bilan yulqinatdi. Allohdan, dunyodan bir xayr, bir mo'jiza tilaydi. Ejdahoning uyg'unib ketishini hech xolamagan dunyo qizlarning nolisidan cho'chib bo'lsa-mu etib ko'zlarini echishi kerak edi. Chunki qizlarning nolisi sirtqa anglanmaydi. Ularning nolisini qizlarning onasiga, otasiga, momisiga, buvisiga va qarindoshlariga o'xshaydigan qo'y ko'zlik, millatining ma'nisi uyushqoq deb atalgan bizlar anglata olamiz. Dunyo ko'zini ochsin-da ejdahoning olqiniga tushib o'lim girdobida yotgan shu qizlarni yovuz qamal ichidan qutuldirish uchun yo'lga chiqsin. Oxirida Nevbaharning yozmalarini tanishganinglar uchun rahmat.